Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi mavzumiz brifing mavzusi tadbirkorlar murojaatlari va ularning ijrosi bo'yicha bo'ladi. 2025-yil davomida Investitsiya, sanoat va savdo sho'basi tomonidan tadbirkorlar murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish, ularning muammolarini tizimli hal etish hamda sanoat korxonalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha manzilli ishlar amalga oshirildi. Jumladan 2025-yilda shaharda tadbirkorlar tomonidan elektron davlat xizmatlari tizimi 7 orqali yuborilgan 11 ta murojaatlar ijobiy hal etildi. Har bir murojaat bo'yicha mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda tezkor choralar ko'rildi va amaliy yordamlar taqdim etildi. Bundan tashqari sanoat korxonalari tomonidan ko'tarilgan 30 ta tizimli muammolar tuman, viloyat va respublika darajasida ajratilgan holda ko'rib chiqildi va ijobiy yechim topdi. Mazkur muammolar asosan tijorat banklari kreditlari ajratish masalalari, ishlab chiqarish uchun infratuzilmani yaxshilash, litsenziya va ruxsatnomalar olish jarayonlari, temir yo'l logistika masalalari bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Shuningdek, xorijiy investorlar bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, investitsiya takliflarini shakllantirish, muzokaralar olib borish va loyihalarni amaliy bosqichga o'tkazish bo'yicha aniq mexanizmlar ishlab chiqildi. Investorlar bilan doimiy ikki tomonlama aloqalar o'rnatildi. Natijada 2025-yilda shaharda 60 ta investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Mazkur loyihalar doirasida 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi bandligi ta'minlandi. Bu ko'rsatkichlar hududning investitsion jozibadorligini oshirish, sanoat salohiyatini mustahkamlash va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Kelgusida ham tadbirkorlarning har bir murojaati nazoratga olinadi. Ularning faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etish bo'yicha tizimli ishlar davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.